أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: باب فضل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل القرآن وما يستحب من ذكر الله عز وجل. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي سعد عن أبيه أنه أخبره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا من الليل يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم كأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Kur'an okusun fazileti ve zikrinin fazileti hakkında Kul Huvallahu Ahad'ne tekrar okuyan kişi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inneha la ta'dilu thuluthal Kur'an dedi. Suratul İhlas Kur'an'ın 3'ten 1'e beraber kıldı dedi. 3'ten 1'e deyişte Kur'an 3 kısımga ayrılgan bo'lib, birincisi tevhidden ibaret, ikinci kısmı şeriat ahkamları, üçüncü kısmı ahlak ve g'azasiyatli qissalar. Lakin şu 3 kısımninki asası olan mühim ul kısmı 3'ten 1'e beraber kıldı. Yani ulemalar bunun savabı Kur'an okuganning yani 3'ten 1 Kur'an okuganning savabı deb bunda muayyanlashtirgan. Tekrarlab o'qishda balki uningdan boshqani yod bilmagan bo'lishi mumkin. Bu ehtimolliqim bor. Yoki shu tavhid mazmuni bo'lg'achqa baklam yaxshi ko'rganlikdan fazilatini umid qilib takrorlagan bo'lishi mumkin. O'qislar. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله يقول قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لأن أذكر الله عز وجل من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل من بكرة حتى الليل. قال محمد رحمه الله ذكر الله حسن على كل حال. بكرة إلى الليل أتيان كشكشة. Bu hadisda zikrning jihad qilishdan afzal ekanligi ko'rsatilgan. Lekin buni hamda sahoba kiramlar o'zining kallasi bo'yicha devoldigan gap emas desak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga marfu bo'ldi. Rasulullohning kelgan mazmun bo'ldi. Ammo ulamolar buni mutlaq bunday demaydi. Yani jihad o'zi mal bilan nafsni qurbon berish bilan birga zikrni o'z ichiga oladigan bo'lg'achqa jihadning afzal bo'lgan tarafi bor. Bazı bir tafsillarda to'xtalish mumkin. Mana mutlaqla bunda deb aytmaslik. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Kur'an o'qib yodlab turgan kishininki misoli puti chigib qo'yilgan tugining egisiga o'xshaydi. Agar uningga qarab parvish qilib tursa, tugini saqlab qoladi. Bo'lmasa, yishitib qolsalam, qo'yitib qolsa, tugisi qo'ldan ketib qoladi. Mu'aqal shu aqal bilan bog'langan. Aqal degan Saudiya Arabistonliklar Romanning ustiga qo'yilgan chambarak. Chambarakka og'amchilik narsa. Burun shu tugilarni cho'ktigan chaqda sizni qatlab turgan chaqda tuga siziga shunday kaydirib qo'ysa, qo'zg'alanmay bog'lanadi. Aqal deymiz. Aqal degan shu aqldan kelgan. Bog'lash, to'xtatish, turmizlash degan. Ham yuqorqi hadislarda Allohni zikr qilib turish, Qur'on o'qishning fazilati bayon qilindi. Albatta zikrning fazilati Qur'on Karimda nurg'un oyatlarda ta'kidlangan. Ulamolar faqatlam ikki ahvolni istisno qilib, ikki ahvolda til bilan zikr qilish toza munosib emas, hojat qilayotgan chog'da, ikkinchisi jimoa qilayotgan chog'da. İki hadisda Hazreti Ayşe radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zikr qilish ahvolini bayon qilib, kana zikrulloha ala kulli ahyani. Har qanday ahvolda zikr qilib turdi. Lekin olimlarimiz unda hojat qilgan chog'da til bilan qilmasmi, masalan salom basa qalb bilan qaytirdi yoki dil bilan zikr qilib turdi degandek bayonlarni qilib, til bilan zikr qilmaslikni ta'kidlagan.
باب الرجل يسلم عليه وهو يصلي. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام، فرجع إليه ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم بل يشر بيده. قال محمد رحمه الله: وبهذا نأخذ لا ينبغي للمصلي أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو في الصلاة، فإن فعل فسد صلاته، ولا ينبغي لأحد أن يسلم عليه وهو يصلي، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Davulki yuqorida Hazreti İbn Umar radhiyallohu anhu'ningki namoz o'qiyotgan kishiga salom berganini biz Hazreti İbn Umar u kishining namoz o'qiyotganligini bilmagan bo'lishi mumkin deb tushunsak bo'ldi. Faradda alayhissalom, ya'ni radda bil kalam demakchi. Eg'zaki va alaykum salom deb namoz turib javob berdi dedi. Va Ibn Umar uningga qaytib kelib namoz o'qiyotganligini aytgan ekan, namoz o'qiyotgan chog'inglarda biz salom qilib qolsa, eg'zaki javob qaytarmanglar. Javob qaytarib qolsang namozingiz buzildi. Val yushir biyadihi, qo'li bilan ishorat qilib qo'ysin degan. Unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozda turib salom qilganlar qo'lda ishorat qilganligi rivoyat qilingan-ku, ixtiyorda o'qidik. Ulamolar buni ikki xil tushungan. Ishorat bilan javob qaytardi, likaladi deganlar. Ishorati va alaykum assalom degan ma'nosirlikning unda qo'ygandek javob etdi deb tushungan. Ya'ni bu mazhabdagilar ishorat bilan salom qilmaydi, namozdan keyin ondan salom berdi deganlar. Rasulullohdan kelgan ashunda namozdan keyin salom qaytarganligi haqida kelgan dalilga tayanib turib, qo'lda ishorat qilgan ahvol, bunda ishorat qilmanglar namoz o'qiyotgan kishiga deb nahiy ma'nosiga ishoratda deb tushungan. Hamda ishorat bilan salom qaytarishda albatta ulamoning o'tirda baytin degan ixtilof bor. Lekin Alloh taolo Qur'on Karimda va qumu lillahi qanitin deb buyurgan bo'lg'achqa, qunut mushoyatda jim turishni taqozo qilgan bo'lg'achqa, ishorat bilan salom qaytarsang bo'lmaydi demoqchi. Xo'sh. باب الرجلان يصليان جماعة. أخبرنا مالك حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه عن أبيه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني فجعلني بحذائه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. هاجرة şu vaqtda, yani ava taze ısıgan çağ. فوجدته يسبح nafl namoz o'qiyotganligini ko'rdim. Kendi tursam meni yaqin tug'izdi. Ishkedan bo'lgan ekan, uning biqimda turdi emasmi? Faja'alani bihidaihi an yamini. O'ng tarafida o'zining udusida tug'izdi. Falamma jaa yarfa Hazrat Umarningki xas hajibi. Bizning xas hajib bor, shunga o'xshab xas hajib. Ya'ni xalifaning huzuriga odamlarni kirgizadigan, ijozat turadigan maxsus sekretar deymiz. Sekreter, davrining sekretari emas. Yani katib, xas hajib. Fasafafna varaahu. So'ndan ikkilan bo'lgandan keyin turgan jamoat ayrim bir saf qilib turdik demakchi. Bunda qarasanglar, nafl o'qigan chaqdimi jamoat olib o'qisa bo'ldiganlik chiqdimi? Abdullah ibn Utba bu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'ningki jiyani. Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud. Utba Abdullah ibn Mas'udning qarindoshi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أنه قام على يسار ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة قال: فجعلني عن يمينه. أخبرنا مالك حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل ثم قال: قوموا فنصلي بكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حسير لنا كان قد اسود من طول ما لبس، فنزحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصففت أنا واليتيم وراءه واليتيم وراءه والعجوز وراءنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. Abu Talha radhiyallohu anhu bu Hazrat Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'ningki beqilgan dadasi hisobida. Muslimningki eri. Jaddatahu agar Anas ibn Malikning cho'ng onasi deb qolsak, onasi Sulaymning onasi Mulayka bo'ldi.
mulayka. Agar Ishoqning cho'nisi deb qalsak, o chaqda Anas radhiyallohu anhuning onasi Sulaym bo'ldi. Agar Anasning cho'nisi deb qalsak, Ishoqning cho'nisi bo'ldi. Ikkisi to'g'ri chiqdi. Anasninki cho'nisi mulayka. Tamoq chaqirdi. Shundan ko'p ishlatilganlikdan qardab ketgan bir boru suv chechib o'tdim dedi. Yani to'p qo'ngan bo'lsa, pokizlash uchun suv chechib o'tibdi. Yoki salqinlash uchun. Fasafaftu ana wal yatima wara'ahu. Men yana bir yetim bola bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning keyinda turdim. Mo'may bizning keyinimiz turdi. Mo'may degani qaraganda bu Anas ibn Malikning cho'nisi. Buningdan ham da namoz o'qigan chaqda imomdan keyin masalan erlar sepi, uningdan keyin kichik bolalarningki, uningdan keyin ayollarning sepi tizildiganligining dalilini tepish mumkin. Misalki yetim Dumayra ibn Abi Damra yoki Dumayra ibn Abi Dumayra. قال محمد وبهذا نأخذ إذا صلى الرجل الواحد مع الإمام قام عن يمين الإمام وإذا صلى الإسلام قام خلفه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Bu cumhurning qarashi shu. Lekin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan 3 kishi namoz o'qib qolgan taqdirda imom o'tirib turib, ikkilarni ikki yenida turg'izdi, ya'ni bir saf qilib turdi degan qarash rivoyat qilingan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning shunday namoz o'qiganligi, shogirdlarining Alqama, Aswad, Hammadlarning shunday namoz o'qiganligi rivoyat qilingan. Ba'zi ulamolar balki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'rin tar bo'g'achqa, ikki saf bo'satmagan bo'g'ach shunday o'qigan bo'g'itdi. Rasulullohning rivoyat qilgach shunday o'qigan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rin tavoch shunday o'qigan bo'g'itdi deb bunda o'qigan. Lekin o'sha shikil usul joiz, ko'pchilikninki ayrim bir saf turib o'qishni tanlagan qarash. Babu salati fi marabid al-ghanam. أخبرنا مالك عن محمد بن عمرو بن الحلة الدولي رضي الله عنه عن حميد بن مالك الخيثمي عن أبي هريرة رضي الله عنه الخيثم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أحسن إلى غنمك وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لا بأس بالصلاة في مراح الغنم وإن كان فيه من أبوالها وبعرها ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله. مرابد الغنم qo'yning qo'tallari. Murah deganmi shunda? Abwaliha va ba'riha. Qo'yning qo'tallarida bir tarafida namoz o'qiyversang bo'ldi dedi. Onda balki mayoqlari, suydiklari bo'lishi mumkin. Lekin shu rivoyatga asosan namoz o'qiyversa bo'ladi deb qardi Imom Muhammad. Ma akalta lahmahu fala ba'sa bi bawli. Ya'ni ma'kulul lahmdan go'shildigan charmallarningki suydiki va mayoqlari bo'lib qolsa namoz o'qisang bo'laverdi demoqchi. Ya'ni bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelib og'rib qolgan Urayna qabilalik kishilarga zakat tugillarining suydiklarini va sutlarini ichib davolanishga buyurgan. Hadisul uraniyin deymiz. Buningda ham go'shildigan tugidek charmalninki suydiki nejis emas degandek mazmun chiqib qoldi. Lekin mayoqninki go'shildigan hayvonlarning mayoqlarininki nejis ekanligida bular mazhabda ittifoq. Faqatlam Imom Abu Hanifa va Abu Yusuf najasa mughallaza deyishi mumkin. Imom Muhammad najasatuhu mukhaffafa deyishi. باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. سيندا نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. أنا شهادة شكلنا başlarda okumay. Dal kun chiqayotgan chaqda, petayotganda udillab turib, atay shunda namoz o'qish cheklangan. Ko'pchilik ulamolar shu chaq namoz o'qiyman deb udillab o'qimasinmi, unda to'g'ri kelib qolsa shu makruh deydi. Shu vaqtga to'g'ri kelib qolsa. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابح رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ثم إذا دنت بالغروب قارنها فإذا غربت فارقها. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بتلك الساعات. Kun chiqayotgan chaqda shayton muzini ekilib turoldi deydi. Ko'tarilib bo'lgandan keyin muzini olib ketdi. Yana tiklashgan chaqda yana muzini ekilib turdi. Kun qayrilgandan keyin olib ketib, kun petayotgan chaqda yana muzini olib turdi. Yani kunga quyosh cho'qinganlar shunda chaqlarda ulug'lab sajda qiladigan bo'lg'achqa shayton muzini ekilib turolamish. Turgandan keyin musulmonlar shu chaq namoz o'qib secde qilib qolsa, xuddi shayton mana secde qilyapsa degandek o'zining ko'nglini xush qilgan. Yoki kunga secde qilganlarga o'xshab qilish ahvoli kelib chiqqan bo'lg'achqa, shaytonga o'yin bo'lib qolmasin, ham quyoshga ibodat qilganlarga o'xshab qolmas uchun mush vaqtlarda secde qilishga namoz o'qish cheklangan. Ana shu muzni bunda akilib turoldi deganni ulamolar har xil tushungan. Majaz deganlar bor. Shu chaqda shayton qo'shinlari tarilib rasmiy chiqishib insonlarni ozdirishga boshlaydi degandek mazmun tushunganlar bor. Lekin haqiqiy ma'nosida asosan shu muzini shunda quyoshning oldiga ekib turoldi. Quyoshga sajda qilayotganda bunda ahvol bo'ldi deb qaragan. Mayli u quyosh qibla tarafdan chiqsin, bosh tarafdan chiqsin, shu chaqda shunda bir ahvolda bo'lgan bo'lg'achqa cheklab ekan. Albatta kun chiqayotgan va petayotgan chaqda namoz o'qishdan cheklash nahi tahrimi. Lekin o'ttirda kun tiklashgan chaqda namoz o'qish masalasi ixtilofga ba'zi ulamolar joiz deb qaraydi. Vaqti zavol, ya'ni kun tiklashgan soat 12 bo'lgan chaqda edi masalan, yoz vaqti. Xo'sh. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوعها ويضربان مع غروبها. قال وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ ويوم الجمعة وغيره عندنا في ذلك سواء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Cuma günde meyli deb qaragan ulamolar bo'lg'achqa, masalan Abu Yusufdan shunday kelgan bo'lishi mumkin, Imom Shafiydan. Cuma günde masjidga kirgan kishi tahiyatul masjid o'qish olsun yoki jumaning sunnati, jumada ilgariki mustahab nafl namozlarni o'qish olsun, tiklashgan chaqda o'qisa bo'ldi degan qarash kelgan. Cuma kuni istisno qildi. Şunu qarayverib bizda hamma kun o'xshash. Chunki shaytonning bu muzini akilib olishi juma kuni o'xshashdan akilib oldi. Illat bormi shundami? Illat bir bo'lgan ekan, Abu Yusuf bilan Imom Shafiyning unda ayirib turilishi o'rinsiz demakchi. Ana bu rivoyat qarasanglar, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu yaqulu kana Umar ibn al-Khattab yaqul dedi. Bu sahabening so'zi. Shundan keyin bu hadisun mavquf. Shundami? Hadisun mavquf. İmam Malik buna mavquf rivoyat qildi. Lekin Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Buxoriy va Muslimdagi rivoyatda marfu holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunda dedi deb rivoyat qilgan. Shunga hadis kitoblarida kelgan, ba'zi kitoblarda kelgan rivoyatlar mavquf ya mursal akab qolgan bo'lsa, uning cho'qim mavquf mursal, uning boshqasi yo'q deganlik bo'lmaydi, balki boshqa rivoyatlarda marfu va ayında sahih sanad bilan tutashgan muttasil musnad kelgan bo'lishi mumkin. Shunun misali. Babu salati fi shiddatil harr. أخبرنا مالك أخبرني عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ نبرد بصلاة الظهر في الصيف ونصلي في الشتاء حين تزول الشمس وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. الصلاة الظهر دبتو لمالا
Salat-ı zuhr bo'lishi mumkin, boshqa namozlar bo'lishi mumkin. Qanday namoz bo'lsa, vaqtdan sal avval salqinliganda o'qish. Masalan, xuftan namoz bak issiq chog'da o'qimay sal kechikib turib avval salqinligiroq o'qish desak bo'ladi. Lekin boshqa rivoyatlarda salat-ı zuhr deb kelgan. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Chunki issiqning qattiq bo'lib ketishi jahannamning taptidan, jahannamning issiqligidan bunda issiqlik paydo bo'ldi demoqchi. Va zakara, ya'ni va zakara ar-rasul sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Abu Hurayra masalan, Abu Hurayra da'vatidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda deb tilga oldi demoqchi. Annan nara ishtakat ila rabbiha. Ot Parvardigoriga shikoyat qilgan. Bu majazan bo'lishi mumkin, haqiqatan bo'lishi mumkin. Ba'zi rivoyatlarda akala ba'di ba'da degan. Mening ba'zilarini yeb ketdi. Otdan paras qilib qo'yib qilgan ekan, bu bir-birini yeb ketdi ekan. Endi haqiqat deb tushungan taqdirda Alloh taolo buni boshqa har qanday narsani zuvanni keltirgandek, o'sha o'tni zuvanni keltirib, shunda shikoyat qildigan deyish mumkin. Yoki lisani haliha desak bo'ladi. İştekat bi lisani haliha. Şair diyor ve lisani hali bi şikayeti antaqu. Ama şu otdan şikayetiga qarab, bunga yilda 2 qatim tinivilishga ruxsat qildi deydi. Yazdi bir, qishdi bir. Sahih Muslimda kelgan rivoyatda "Fama tarawna min shiddatil bard fadalika min zamhaririha." Qishdi bir tinsa qattiq sovuq chiqirdi deydi. Yazda tinib qolsa qattiq issiq chiqirdi ekan. Shu qishdagi sovuqlik shu jahannamning sovuqligidan. Yani ulamo deyishda jahannamda do'zaxda o't, tamam? O't bor desak, uning ba'zi bo'lgan puchqoqlarda sovuq yalim bor. Zamharira yoki ba'zilar bunda muddatimiz. Qishda o't bilan deb bir tiniq chiqarsa, bu issiqlik butun va yer sharining qatlamidagi sovuqlikni yer shariga ittirdi deydi. Soğukmanmı bir yer şunda çıkan diken bizden turabda yer şarı bu muzlakıdan giken. Yani sıktınsı mı bu sık ve soğuklu bir taraf geydi diken. Mesela bahar kelgen çağda ısık havamda kilip soğuklu bir taraf geydiydi o şunu boşaş. Soğuk çıkırdı desek umu doğru buldu. Çünkü cehennemden de soğuk yalım var. Hadirimde ısık çıkarışı, soğuk çıkarışı hakikat desek cehennemden ısık çıkıdı, kışta soğuk çıkıdı deymiz. Buna hakikaga elip bağın şu münasiprak. Bizimde bazı yerde ısık olsa yerde soğuk olduğu için diyor. Peki ısık olduğu yerde mi? Kışta yaz boğanda ısık olmaydı. Kışta ondan salkırak oldu. Yani bu şu hadiske esasen İmam Muhammed yaz günleri peşin namazını avasal salqınlığında sal kechiktirib o'qiymiz. Saat 1da peshin bo'lgan bo'lsa, 1da o'qimaymiz, 2:30 degandek. Lekin qishda dastlabki vaqtda o'qiymiz. Kun shunda qayrilib peshin vaqti kirgan amon shu joyda o'qiymiz. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shunda qaraydi deydi. Lekin İmam Shafiy rahmatullohi alayhi yozda bo'lsin, qishda bo'lsin, dastlabki vaqtda o'qiymiz, shu afzal deb qaraydi. Joizligida chatoq yo'q, lekin bu yerda afzallik masalasi. Qishda sovuq chiqadi. Qishda soğuk nefes chiqirdi. Lekin issiq bo'lishi mumkin. Tiniqda sovuq chiqadi. Yoki issiq tiniq chiqsa, bu issiq tiniq sovuq havoni bir tarafga biz tarafga haydaydi. Endi bu narsalar g'aybiy ishlar emasmi? Bizningki tushunishimizga bunday yaqinlashtirib, misol berib deb bergan narsa. Lekin haqiqatan desa bizning anqiramay qilishimiz mumkin. Mesela şu 10 asr ilgirki kishilarga hozir yanfun kompyuterni tushunmasligi mumkin. Shunga o'xshashi. Xo'sh. Babur rajuli yansa salata aw yafutuhu waqtaha. Akhbarana Malik akhbarana Ibn Shihab az-Zuhri an Sa'id Ibn Shihab az-Zuhri الشهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكلا بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس
ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال ما هذا؟ فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال اهتادوا فبعثوا رواحلهم فاهتادوها شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. ثم قال حين قضى الصلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكره. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ إلا أن يذكرها في الساعات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها حين تطلع الشمس حتى ترتفع وتبيض، ونصف النهار حتى يزول، وحين تحمر الشمس حتى تغيب، إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغيب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 184 hadis qarasanlar an Said ibn Musayyib anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi. Lekin bu mursal. Mursal. Lekin mush hadisning o'zi Sahih Muslimda an Said ibn Musayyib an Abi Hurayrata anna Rasululloh deb musnad va marfu holat kelgan. Lekin bu yerdagi mursal bo'lsa hech qanday zin yo'q. Ikla bizga bamdodni qo'ldan bermay saqlab bergan, sen o'tirib demoqchi. Qafala raja asra kechid yo'l yurdi. Arrasa kechid yo'l yurib tangataga yaqin aramlashqa tushdi demoqchi. Iqtadu ularni haydanlar demoqchi. Faba'athu rawahilahum ularni qo'zg'atdi. Faqtaduha shay'an azraq a tarafga haydab mangdi. Yani shay'an birdan degan bo'lishi mumkin yoki bir arliqni haydab a tarafga mangdi demoqchi. Wa huwa muqabilul fajr degani Hazrat Bilal to'g'isiga yo'linib o'tirib, kun chiqish tarafga qaragan holatda o'tirib uxlab qolgan. Yani kun chiqish tarafga qarab, tang'assa o'g'itman deb, ash tarafga yuzlanib o'tirib uxlab qolgan. Fa aqama as-salata azan takbir tushgandan keyin fa salla bihim as-subh. Bamdodni o'qidi, albatta 2 rakat sunnatini o'qidi. Safar holatda 2 rakat sunnatini o'qigan. Undan keyin man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha. Uxlab qolsa yoki unutib qolsa, esi kelgan chaqda o'qisin dedi. Chunki Alloh taolo aqimus salata li zikri. Yoki bu yerda istilol qilmoqchi bo'lgan oyat Zayd radhiyallohu anhuning qiroti bo'yicha aqimus salata li zikra. Nada li zikri degan qirotda yoziladi. Balki Zayd radhiyallohu anhuning qirotini istishod qilib kelgan bo'lsa, aqimus salata li zikra eslash uchun, aqimus salata li zikri desa namozni meni eslash uchun o'qi degan buyruq bo'lishi mumkin, yoki namozni mening seni eslashim uchun o'qigan degan bo'lishi mumkin. Li zikri iyyaka yoki li zikrika iyyaya degandek bundan chiqil mazmun chiqadi. Endi boshqa qiroat bo'lsa zikra degan shu asliga namoz o'qi demoqchi. Endi Imom Muhammad biz mushahadisini tutmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qish cheklagan shu vaqtlarda falan namozni o'qiyolmay qolibmi yoki uxlab endi o'g'inibman deb shu chaqda esi kelsinmi, cheklagan vaqtlarda o'qimaydi uni. Chunki mushahadisimi bamdodni o'qiyolmaganligini shu chaqda bildi, shu chaqda o'yg'andi. Shu yerda tartib bilan o'qimay birdan yo'l yurib atrofga o'tgandan keyin kun sal nayzbi ko'tarilgandan keyin unda o'qidi. Degan hadisdan rivoyatlarda qarasak, Bilalni va boshqalarni quyoshning qattiq tapdi urgandan keyin unda o'g'inganligi bunda rivoyat qilingan. Bu chaq nayzbi ko'tarib bo'lgan bo'lishi mumkin deb faraz qilish mumkin. Ammo Hanifi mazhabda shunda deb qaraydi. Faqat asr namozini kun sal qizirib qolgan bo'lsa-mu, petishdan burunlam o'qib olsa mayli bo'ldi. Makruh bo'lsa-mu, lekin hadisda man adraka rak'atan min al-asr qabla an taghiba ash-shams faqad adrakaha degan bo'g'achda. Lekin bamdodni boshqacharoq tahlil qildi. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها.
Yani ruku qilgan chog'ingda ashir bir rekatni vaqtida o'qib, ikkinchi rekatni kun chiqayotganda yoki kun chiqib bo'lgandan keyin qilgan bo'lsangmi, shu bomda desab demoqchi. باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في سفر ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال محمد رحمه الله وهذا حسن وهو رخصة والصلاة في الجماعة أفضل. ألا لأنه دلتوك شيخ وتنده يق آيات آخر عنده دقت آيات دقت namazda turag'inglarda o'qinglar deb shu azonga qo'shib qo'ydi. Bu hamda yomg'ir yig'ib ketgan, bo'ron shivirg'anlik, judullik paytlarda, sovuq bo'lib ketgan paytlarda shunda deydi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamninki shunda buyurganlikni rivoyat qildi. Va hada hasanun, ya'ni ala sallu fir rihal deb azondan keyin shunda deb qo'yish mustahab, yaxshi. Va huwa ruxsatun, ya'ni yomg'irlik va shivirg'anlik, judullik, sovuq havolik kechalarda yoki chog'larda jamoat bilan o'qimay yolg'iz o'qish ruxsat. Va salatu fil jamoat afdal. Lekin shunda ahvoldimi jamoatga berib o'qish yanam afzal. Ruxsat bo'lsa-mu jamoat afzal. Nima uchun desa jamoatni tark qilishga kelgan va'idlar nihoyat qattiq. أخبرنا مالك أخبرنا أبو النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إن أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة الجماعة. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وكل حسن. أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. 187 hadis an Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhu qala inna afdal. Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhuning so'zi shaklda mavquf rivoyat qildi. Lekin buni Buxoriy, Muslim, Abu Davudlar marfu holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zi sifatida rivoyat qilgan. Albatta, farz namozlardan boshqa namozlarning va jamoatda o'qiladigan boshqa ayt namozi, masalan, namozlardan boshqa nafl namozlarning eng afzali shu uyda o'qilgani. Ba'zi ulamolar taravihdan boshqasi bunda deb baqdi. Va kullun hasanun, uyda o'qigani afzal. Biz shuni tutamiz. Lekin masjidda o'qib qolsa bu afzal. Chunki sahoba-ikromlarning masjidda o'qiganlari bor. Albatta, uyda o'qigani eng afzal shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda uyda o'qitdi. Agar sahoba-ikromlar masjidda o'qisa, gap qilmagan. Kanu yabtadiruna savari sham namozida azam bilan takbirning orlig'ida. Lekin riyodin eng jiroq, eng xoli bo'ldig'ini shu uyda o'qish. Shu afzal. 27 daraja, ba'zi rivoyatlarda 25 daraja deb kelgan. Buni hamda ulamolar har xil tahlil qilgan ahvol bor. Ba'zilar shu namozni saqlab turish, zikr aytish tarafdan, namozga jamoat bilan o'qish uchun masjidga qadam ilish degandek alaylikdan nurg'uni bo'lg'achqa har biriga bir daraja, 27 daraja berdi degan. Ba'zi ulamolar jamoatning eng aqallisi 3 deb qaraganlar. 3 kishi asli jamoat bilan namoz 10 aslidan 30 asli berildi. Buni bir aslidan chiqarib olsak, o'zining asli bir asli 27 asli qoladi. Ya 4 kishi bo'lsa 36, 5 kishi bo'lsa aslida 9dan bir odamga 9 aslida olmay versa, necha ming bo'lib qolsa, necha ming asli bo'ldi. Eng aqallisi jamoatning 3, har birisiga o'zining bir aslidan 9 asli savob berilsa, 3 aylanning 27 bo'ldi, 4 aylan bo'lsa 9 dan nazar, bir odamga 9 darajadan bunda qatlayverib, necha ming asli bo'lib ketdi deb tushunganim bor. باب قصر الصلاة في السفر. أخبرنا مالك أخبرني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في السفر والحضر فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. Şamnamazdan 3 rekat, lekin boshqasi 2 rekat bekitilib, keyin muqim holatda o'qigan chog'da 2 rekat
ketilgan dedi. Ben sahabıldım başka mazmunda rivayet kılgan. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة. Xaybar'ın aralığı 96 mil yani 150 kilometre 200 kilometre aralıkıdır. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. ذي الحليفة şu Medine'den Eci Ömer'e manğalla ihram bağlaydıgan urun. Medine şehrinin sırtı. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج إلى ريما فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. Rim bu Medine'den 4 berid aralıktaki yani 90 kilometre aralıktaki. أخبرنا مالك حدثنا نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة. Berid 24 kilometre kıldı. قال محمد رحمه الله إذا خرج المسافر أتم الصلاة إلا يريد مسيرة 3 أيام كواملة بسير الإبل ومشي الأقدام فإذا أراد ذلك قصر الصلاة حين يخرج من مصره ويجعل البيوت خلف ظهره وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. بسير الإبل ومشي الأقدام. Seferge çıktı. Yani seferge çıkan çağda kancak aralık sefer bulup kalsa, kasır kıldı olsa, yani Peygamber'de 3 gün piyade ya ki ulağlık mağdıgan yolu olsa, ondan şu aralıkta kasır okumadı dedi. Yani piyade mağalla bir günde kancak mağdı ya ki ulağda mesela çaptırmayı normal mağalla kancak mağdı dese, her bir günü 30 kilometreden 128 kilometreden mağışı mümkün. Yani şu 85-90 kilometre aralıkta 3 gün şunda yol mağlaydı. Nanki aşında bekittim bunu. Feyda arada derken kasara salata hina yakhrucu min Mısır. Yani aşında aralıkta 85-90 kilometre aralıkta seferge atılmak olan kişi menep şu aralıkla basması mı şu mesafenin dastlabki basmışı olsa mı şehirden şunda çıkanlıkı lan şehirden üyeleri akıl kapağındakiler şu çadında kasır kılışı başlaydı. Zulhuleyfe'de kasır kılığındaydı mesela. Çokumu 85 kilometre besip bulup onundaki kasır başlanmaydı. Besip'de başlandı demek için. Ve yecal buyuta halfa zahri ve hu kavlu Ebi Hanife. Babul musafir yedhul Mısra ev gayrehu meta yutimmu salata. أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. ما لم أجمع مكثا turishni qaror qilmasam ham musafir namozini o'qiyman. Va in habasani zalika 12 layla. 12 kecha qo'nab ketsammi bir joyda turish niyatim bo'lmasa qasr o'qib davomlashaveraman demoqchi. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. سفر يعني ركب degandek. Musafir qavm biz sillamizning to'liqlolanglar deb shirkat o'qiydi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة 10 فيقصر الصلاة إلا أن يشهد الصلاة مع الناس فيصلي بصلاتهم. Çünkü o fayuqsiru salata namazı qasr o'qiydi. Ama 10 kun tursa qasr o'qiydi. Lekin shu joydagi muqim kishilarga, shu makkaliklarga iqtido qilib qolsa, ular imomlar to'liq o'qigandan keyin to'liq o'qiydi dedi. نماز قد نشباسه. أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة أنه سأل سالم بن عبد الله عن المسافر إذا كان لا يدري متى يخرج يقول أخرج اليوم بل أخرج غدا بل الساعة فكان كذلك حتى يأتي عليه ليال كثيرة أيقصر أم ما يصنع؟ ليال كثيرة ولا كثيرة أيقصر أم ما يصنع؟ قال يقصر وإن تمادى به ذلك شهرا. تمادى degan uzrab kesimi. Uzrab kesimi muqim turma deb qaror qilgandan keyin
qasr o'qiyurdi dedi. Sahabe kiramdan ba'zilar masalan Tabariston, Ozarbayjon, Qo'rshav olti tug'an chog'ida 6 oy davomli qasr qilgan rivoyatlar bor. قال محمد رحمه الله نرى قصر الصلاة إذا دخل المسافر مصرا من الأمصار وإن عزم على المقام إلا أن يعزم مقام 15 يوما فصاعدا فإذا عزم على ذلك أتم الصلاة على المقام 15 kundan az turgan bo'lsa qasr qilib turdi. 15 kun turman va undan ortiq turman deb qolsa undan to'liq o'qiydi. أخبرنا مالك أخبرنا عطاء الخراساني قال سعيد بن المسيب رحمه الله من أجمع على إقامة 4 أيام فيتم الصلاة. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا يقصر المسافر حتى يجمع على إقامة 15 ليلا وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب رحمه الله. Dikkat etseniz yuqorida Said ibn Musayyab 4 kun turgan bo'lsa to'liq o'qiydi-da. Buni Imom Muhammad Ammay, lekin Said ibn Musayyabdan kelgan yana bir rivoyatni Said ibn Jubayr va Ibn Umarlar degan shu qarash kelgan rivoyatni tutdi. O shu 15 kun qo'nadigan bo'lsa, ondan to'liq o'qiydi degan qarash. Bu aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Makka fathida Makkada turgan muddatni asos qilishi mumkin. Yani 19 kun, 18 kun, 17 kun degandek rivoyatlar bor. Bular Makkaga kirgan chiqqan kunni hisoblash yoki Hunayn g'azatiga chiqib kirgan kunni hisoblaymiz, hisoblamaymiz deb shunday nima qilsa 15 kun qilib qilish mumkin. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي مع الإمام بمنى 4 وإن صلى لنفسه صلى ركعتين. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ إذا كان الإمام مقيما والرجل مسافرا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Özü oqasa şirket okuduğun için dese o özü musafir. İmam bilan oqasa imam şu Mekkelik ya Minalık şu joy ahallarida bo'lib qolsa to'liq o'qiydi. Undan imom xito qilgan ekan to'liq o'qiydi. Hazrat Osmon radhiyallohu anhu to'liq o'qigan. Shuning uchun desa men Makkadan o'ylandim, Makkada uyam bo'lib qoldi, Makka ahlidan bo'lib qoldim degan. Yuqorqi Ibn Umar rivoyatini qavli Ibn Umar deganni Imom Muhammad ibn Hasan Shaybani Kitabul Athar degan kitobida rivoyat qilgan. Ibn Abi Shayba mo Al-Musannaf degan kitobda rivoyat qilgan. باب القراءة في الصلاة في السفر. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في السفر في الصبح بالعشر السور من أول المفصل يرددهن في كل ركعة سورة المفصل من أول سورة الحجرات تدق على الأرجح. سورة الحجرات شيادن تاتب Bamdat namazda Suratul Hujurat'tan da 10 surani shunda har bir rakatda bir surdan o'qimoqda deydi. Qala Muhammadun yaqra'u fil fajr fi as-safar bis-sama'i zatil buruj was-sama'i wat-tariq wa nahwahuma. Hamda yuqoridagi Ibn Umarninki sal sinroq tarafini og'irligi bo'lg'achqa boshqa sahoba kiramlardan Hazrat Umar, Suvayd ibn G'afar radhiyallohu anhudan muavvizatayn masalan li ilaf Quraysh Qul Allahu ahad deb ashna qisqa surani o'qigan rivoyatlar bo'lg'achqa safar olti bo'lg'achqa bu yengillik ilib keldi. Odatda muqim holatda yengilroq o'qiymiz. Mufassaldan sal qisqaroqlardan o'qish yaxshi edi. باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حين جمع بين المغرب والعشاء في سفر سار حتى غاب شفق. أخبرنا مالك أخبرنا داود بن حسين أن عبد الرحمن بن حرمز أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ والجمع بين الصلاتين أن تؤخر الأول منهما الأولى منهما فتصلي في آخر وقتها فتصلى في آخر وقتها وتعجل الثانية فتصلى في ثانية فتصلي في أول وقتها فتصلى في أول وقتها. Endi bu shu safar oltida ikki namozda jamlab o'qish shakli kelgan rivoyatni Hanafiy mazhabda bu shakli jamlashdan iborat. Mesela şamning vaqtida chiqib ketishdan
ilgari 5 minut qolgan chaqda shani o'qib bo'lib turishimizga Allohu akbar debdan vaqt kirsa, aqdillam azanni anglatiblam xutdan o'qsak, ikki namozni jamlab o'qigandek bo'lmas. Bu shunda shakldagi jamlash, lekin shani vaqti butun chiqib bo'lgandan keyin uni xutda vaqtida o'qish maqsad qilmaydi deb tushungan. وقد بلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى المغرب حين أخر الصلاة قبل أن يغيب الشفق خلاف ما روى مالك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. İbn Umar radıyallahu anh'ın şanı kişitirip okuyan rivayetlerde şafaq g'oyib bo'lishdan ilgari o'qigan deb kelgan. Ya'ni shani vaqtida chiqib ketmagan chaqda o'qigan deb kelgan deydi. İmam Malik rivoyat qilgandan boshqacharoq kelgan demakchi. Yuqorqi hadisni qarasanglar 203-hadis An Abdurrahman ibn Hurmuz, yani Abdurrahman al-A'raj degan kishi shu. Qala kana Rasulullah, tabi'i kana Rasulullah dedi. Bu mursal bo'ldimi? Lekin Muvattadan boshqa kitobda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan musnad kelgan. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر. قال محمد رحمه الله: ولسنا نأخذ بهذا، لا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد إلا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بالمزدلفة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Yani Hanefi mezhepte müşrik oranının başlarda vaktini sürüp bunda cemleş yok demek. قال محمد رحمه الله: وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان في الآفاق أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. أخبرنا بذلك ثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. بلغنا degan مشارك بلاغ hazır musnad. Ama senedini kim bayan koydu? An Ala ibn al-Haris an Makhul. Makhul hamda şu Hazreti Umar'ın zamanında yaşayan tabi'i olan iken Hazreti Umar'ınki iqlimlarga, afaq degani şu çağdaki xalifelikning territoriyasidagi iqlimlarga maktub yo'llagan deydi. Bu hamda ikki namozni jamlab o'qish cho'ng gunoh dedi. Lekin bu jamlab o'qish o'zirsiz jamlagan holatga qaratildi desak, bu muvofiqroq. O'zirlik bo'lib qolsa, boshqa sayidlik elde mana. Xo'sh. Buni o'sha Hanefi mazhabdagilar jamoat suriy deb tushungan. Shakli jihatdan jamlagan ahvol bor. Har namozni o'z vaqtida o'qigan, birini oxir vaqtda kechiktirib, birini dastlabki vaqtda o'qib, buni o'qigan deb tushungan. Safar holat to's bo'ldi. باب الصلاة على الدابة في السفر. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال وكان عبد الله بن عمر يصنع ذلك. أخبرنا مالك أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن سعيدا أخبره أنه كان مع عبد الله بن عمر في سفر فكنت أسير معه وأتحدث معه حتى إذا خشيت أن يطلع الفجر تخلفت فنزلت فأوترت ثم ركبت فلحقته فقال لابن عمر أين كنت؟ قال فقلت يا أبا عبد الرحمن نزلت فأوترت وخشيت أن أصبح. فقال ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. أخبرنا مالك أخبرني عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. أخبرنا مالك أخبرني يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في سفر يصلي على حماره وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء برأسه من غير أن يضع وجهه على شيء.
أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يصلي مع صلاة الفريضة في السفر تطوعا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي نازلا على الأرض وعلى بعيره أينما توجه به. قال محمد رحمه الله: لا بأس بأن يصلي المسافر على الدابة تطوعا إيماء وحيث كان وجهه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. أخفض من الركوع. فأما الوتر والمكتوبة فإنهما تصليان على الأرض. تصليان على الأرض. وبذلك جاءت الآثار. Vitr bilan farz namozni yerga tushib o'qiydi demoqchi. قال محمد رحمه الله: أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حسين قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي التطوع على راحلته إيماء أينما توجهت به، فإذا كانت الفريضة والوتر نزلا فصلى. قال محمد رحمه الله: أخبرنا عمر بن زر الحمداني عن مجاهد أن ابن عمر كان لا يزيد على المكتوبة في السفر على الركعتين، لا يصلي قبلها ولا بعدها، ويحيي الليل على ظهر البعير أينما كان وجهه، وينزل قبل الفجر فيوتر بالأرض، وإذا قام ليلة في منزل أحيا الليل. Rasulullah sallam bunlardan şikirge sünnetini okuyan ama mervayette İbn Ömer okumaydı deb keldi. Yuhil leyl kişinin bütün tüneşke bulduğanlığa delil bağımlıdır. Mesela Rasulullah sallam kişinin bütün tünü etti. Nisrahu yakin onda nokultu da kişinin toluk tüneşi bir de dağıtlı bulunmaydı. Gelmez bunu çıkıldı. قال محمد رحمه الله: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد بن أبي سليمان عن مجاهد قال: صحب عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة، فكان يصلي الصلاة كلها على بعيره نحو المدينة، ويومئ برأسه إيمان، ويجعل السجود أخفض من الركوع إلا المكتوبة والوتر، فإنه كان ينزل لهما. فسألته عن ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حيث كان وجهه، يومئ برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال محمد رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي على ظهر راحلته يسجد حيث توجهت، ولا يضع جبهته ولكن يشير للركوع والسجود برأسه، فإذا نزل أوتر. قال محمد رحمه الله: أخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي أن ابن عمر كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه تطوعا، يومئ إيماء ويقرأ سجدة فيومئ، وينزل للمكتوبة والوتر. يقرأ السجدة آية السجدة دمشق. قال محمد رحمه الله: أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أينما توجهت به راحلته صلى التطوع، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر. Mişandan da vitrni tasbih o'qiydi degan rivoyatlar vitrning vojibligini ko'rsatgan dalillar hisoblanadi. Abu Hanifa rahmatullohi vojib deb qo'ygan. Dalillari kuchli. Kamar lam yutir falaysa minna zada salatan va yal vitr degan rivoyatga asosan. باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة. فيذكر عليه صلاة فائتة. Başkalar hamda ma namazı okuyanlar da agahlandırdı demek. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي صلاته التي نسيها، ثم يصلي بعدها الصلاة الأخرى. هذا دقت قيسانlar مثلا şamni o'qiyanmay masjid kirsa xuto o'qitgan. Xutoni turib, "Voy men sham o'qimabdima" deb esiga kelib qoldi. Shunami? Imom bilan turib bo'lgan chaqda andin shu shamni eslagan bo'lsa, faida sallamal imamu ashundan birga o'qiydi. Imom salom bergandan keyin birga salom berdi.
salom berib, namozdan chiqqandan keyin fal yusalli salatahu allati nasi. Unutib qolgan shamni bir o'qisin. Shamni o'qib bo'lgandan keyin uni xutbani yana bir qatim o'qisin. Undan keyin bu xutbani 2 qatim o'qisin. Bu 5 vaqt namozdan ishib ketmagan ahvolda namozning tartibiga rioya qilish lozim. Mush tartibni bir xil farz degan qarashga dalil. Unutib qolgan uchun ketmaydi. Ha. Sunnat bo'ladimi, bo'lsa yo'q. Sunnat bo'ladimi, keyin yana birov sunnat bo'ladi. Keyingisi hisob bo'ldi, burungi sunnat bo'ldi. Yani baş sham o'qidi, uningdagi xutbani o'qishi shu hisob. Imom bilan o'qigani nafli hisob. قال محمد رحمه الله وبهذا لا أخذ إلا في خصلة واحدة إذا ذكرها وهو في صلاة في آخر وقتها يخاف إن بدا بالأولى أن يخرج وقت هذه الثانية قبل يصليها فليبدأ بهذه الثانية حتى يفرغ منها ثم يصلي الأولى بعد ذلك وهو قول أبي حنيفة وسعيد بن المسيب رحمهم الله. Yani biz mush qarash tutimiz dedi. Fakat Allah'ın bir ahvolda, mesela xutbani o'qigan chaqda, xutbaning oxirgi vaqti ekan deydilar. Shu chaqda oxirgi vaqt bo'lib, bu men shamni o'qib, uningdagi xutbani o'qiy desa, xutbaning vaqti chiqib qolgan bo'lsa, xutbani shu o'quvni hisob deydi. Imomlar o'qini shu xutbani o'qini hisob. Uningdagi andan xutbaning vaqti chiqib bo'lgandan keyin andan shamni qazo qilib o'qiydi demoqchi. Bo'lmasa yana da xutbani qazo qilib ketdi. Müsait bo'lsinmi? Subhanallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.